Erkak kishini nomusi bilan o'ynashsang ham, omadi bilan o'ynashma ekan bu. Men senga beradigan nonim ham yo'q, pulim ham yo'q. Tirjig'al. Menga noning kerak emas. Ana xaloq ketayotgan bacha sani bachangmi? Ha, nima edi? Uni bir kulfat kutibdi. Bekorlarning bog'ini jibsan, qurbaqaning sonini jibsan. Men senga ishonmayman, yolg'onchi. Tirjig'al. To'xta. Ana ukam nima qopdi? Kelinim guli deyapti. Chota подозрительно-da. Kelinlar boteksmi? Ha, o'ylasa. Mana. Ekkan. Soch ekkan boshing og'risin. Voy. Tirnoq ekkan tirnoqqa zo'r bo'ladi. Mazordan tuproq olib kelgan bularni hammasi bachanga uradi. Voy, o'lay. Kim qildi buni? Mana bo'ta ko'z. Urma, so'kma. Kelin men siz qilganingizda mana bu boteks labingizdan bildim. Yo'q, ishonmayapman. Qurri, juk jabingda. Urma, so'kma. Hayda, uyingdan balo ketadi. Tur azdi shum qadam. Shantaj ekansan, sal sekin. Oh, nasibam. Bu qo'yni so'yish kerak. O'zi bittagina qo'yim bor. Qon so'rayapti, bachanga uradi. Voy, o'lay. Nimaga so'ymayli? Bu yerda so'ymayman, uyimda so'yaman. Bunaqa qoni tushsa bachanga uradi. Men rozi, mayli ol. Sal ozg'in ekanda, atak bo'ladi so'tsa. Ering bormi? Bor, nima edi? O'zim so'radim. Ana bu nima? Ha, buma to'ydan keldi. Bitta ko'ray. Voy, ma'muram. Sifat shirinliklarimi? Yangichalari chiqibdi-da, bu zo'rda bu. Buni olib ketaman men o'zim bilan. Nimaga? Ha, buni tekshirib ko'rishim kerak. Как раз bugun rождение bor edi. Nima? Ochdi qilaman, menchi savoling ko'p. Mana chiqdi, ko'rdingmi? O'lay, kim qilibdi buni? Buni qudang qilgan. Qudam o'lib ketgan-ku. Bilmayman, kimdir qilganda endi. Yo'nish operadi. Bu buvaydicha kimniki? O'g'limniki. Buni qanday o'gan u? Kim bu mashinani ham minmasin, men qanaqadir kulfat ko'ryapman o'g'lingda. Nimaga? Minmasin bo'ldi, nimadir bo'lishi mumkin. Nima qilamiz endi? Xotinim nimaydi o'rizmi? Shunga ishonasizmi? Nima qilay, senga kelgan balolarni dab qilaylik dedik-da. Endi nimani haydayman men? Ana, ne deysan? Otaxon, mashina siz nomingizda emas ekan, boshqarish huquqingiz yo'q. Tushing mashinadan. Sanda qanaqadir kulfat ko'ryapman uka. Hech qanaqa kulfat yo'q. Tushing dedim. Qo'chqor bor bitta zo'r, bilmaydimi? Ey, tushasizmi mashinadan? Yonimda 100 ming so'm pul bor. Buni to'ydirishga yetarmikin, ha? Bu paskuda meni to'ydira olarmikin? Azizaxon, iloji bo'lsa kamroq yeysiz, nima yeysiz? Pepperoni, pizza yeyman. Bitta pepperoni. Yo, buni yeyishini qo'yish qilib to'ysin-da shunga. Azizaxon, to'ygandirsiz. Nima yeysiz yana? Margarita pizza. Uni qayerga yeysiz? Ha, margarita bering bitta. Yo, buni yeyishini qilib, sekin ye, qayog'imdan to'layman. Hey, bo'ldi bas. Molda yedingiz, to'ygandirsiz. Yo, yana nimadir yemoqchimisiz? Galashi pizza combo. Bering onasini emasin, galyajisiga sinema nima dizindi. Bering shuni. Ne bo'ldi? Siz kimsiz? Siz odammisiz? Bütün dünyanın narsasini yedingiz. Sandır demisiz, nima balo? Pepsi. Hemen bitta Pepsi aytaman, ikkalamiz bo'lishib ichamiz. Bitta Pepsi bering. Bitta gap aytaman. Qanday tushunsan tushun, menga farqi yo'q. Men uydan 100 ming so'm pul olib chiqqanman. Agar shu 100 mingdan oshib ketgan bo'lsa, o'zing to'laysan, tushundingmi? Desam ishonarmidingiz go'zalim? Men uydan 100 ming so'm pul olib chiqqanman. Shu 99 ming bo'pti. 1000 so'm aytish kerak emas. Davay. Bobraki, desert olaylik, desert. 1000 so'm achimga mana shu devga tort kesib beringlar-da. Mesh bormi?
san nimadan o'ldi desa, ovqatdan bo'kib o'ldi deyman, tushundingmi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Krasnoyarsk degan tomonda Ivan hamda Yevan bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni Dyatkolga Ivanning o'gay onasi Ivanni o'rmonga adashtirib kelishni buyuribdi. Ivan bechora xafa bo'lardi, Yevan esa mazza qilardi. Ivan, sen shu yerda o'tirib tur. Men o'tin terib kelaman. Xo'p, dadajon. Bolam, padaroqqa o'tsang bo'lmaydimi, uyat bo'ladi. Hech narsa qilmadim, qor bobo. Sovqotmayapsanmi? Uyimizda gaz yo'q. O'rganib qolganmi? Sen yolg'izmisan? Onam bor bemehr. Otam esa xotin quli. Meni uyga sig'dirishmayapti. Ha, uying yo'qmi, bolam? Ha, bolam. Yaxshi bola ekansan, mayli, unda senga bir yaxshilik qilay. Mana senga ipoteka xizmatdan uy. 10 yil muddatga to'lab bemalol yashab yuraverasan, bolam. Lekin men hech qayerda ishlamayman-ku. Hech qanday ish joyi kerak emas, Hech qanday ish joying kerak emas, pasporting bo'lsa bo'ldi, bolam. Shaxsni taqiqlovchiman. Ha, shunday pasport. Qor bobojon, qor bobo. Sovg'alari bor bobo. Uyda bezar ekan, archa. Hey ota! Uyi bor Ivanda. Nima men Ivanda, ha? Ivandaman. Menga ham toping uy. Tezroq bo'ling otaxon. Olib boring meni o'sha o'rmon. Dyatqol, men charchadim, bo'ldi, o'tiraman. Ivan, o'tirib turma, o'tin terib kelay. Ha, davay ishtiqi. Dyatqol, to'xta. 5000 tashlab ket, semchqa olay. Pul yo'q, onang olib qoldi hammasini. Va senda qachon bo'lgan? Ha, davay, kim menga uyni beradi? Zo'ri kim? Ketiz. Kim? Salom, Yevan, meni chaqirdingmi? Sen kim? Men Qorboboman. Sovqotmayapsanmi, bolam? Men Ivan desam, sen ham Ivan ekansan? Bu qorda qanday sovqotmaydi? Sovuq. Senga nima kerak, bolam? Ana kerak. Uy ber menga. Nima kerakmish? Uy, Ivanga beribsan-ku, zo'r uy ber. Ha, senday nagli bolani ko'rmagandim. Mayli, senga ham bir yaxshilik qilay. Bir sehrli so'zni aytsang, senda uy paydo bo'ladi. Давай быстрее, давай, bratан. Uy. Paydo bo'lgan huy. Deysan. Прикольно-da. Böyle shuni aytsam beradimi uy? Ha. Давай, men ketdim. До встречи, на празднику. Uy. Paydo bo'lgan uy. Ha, Yevan. Hey ota, menga ham uy bermish, kadastri yo'q emish. Sehrli so'zni aytsam paydo bo'larmish. Qani ko'rsat, ko'raylik. So'ngra baho beraylik. Uy. Paydo bo'lgan uy. Paydo bo'lgan uy. Voy, Yevan. Voy Bobur aka, uylarni supurib bo'ldim. Endi nima qilamiz? Bilmayman. Nima? Bobur aka, dishlarni yuvib bo'ldim. Endi nima qilamiz? To'g'risi bilmayman. Bobur aka, hamma ishlarni qilib bo'ldim, xonaga kirib ketyapman. Tezroq gapiring, nima qilamiz? Yaxshi desam, yaxshi. Bilding zo'r ekansan, hamma ishlarni qilsan. Men ham ishdan charchab kelyapman. Nima qilamiz deb so'radimmi? Yo'q. Unda bor, davay. To'g'ri qildim yanga. Nima qilamiz deydi. O'zing nima qilish kerak? Voy sen Boburjon. Ha, nima emas, nima qilay? Ya assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling. Men sizni dadajon desam bo'ladimi?
dadajonim deb atasam bo'ladimi? Sen ko'chadagi duch kelgan amakiga dadajon deb urasanmi yoki yetimmisan? Men sizni qizingizni sevib qoldim. Hayolimdan ketmayapti. Qizingizni qo'lini so'rab keldim. Hey, men sizni eshitdim. Bu Kibeli brendini O'zbekistonga olib kirgan odam siz ekansiz. Ha. Boy ekansiz, ha? Ha, молодец. Lekin menga sizni boyligingiz kerak emas. Asosiysi qizingizni sevgan. Kibeli nimaligini bilasanmi o'zi? Ha, Kibelini bilaman. Nima? Butun O'zbekiston Kibelidan kiyinyapti-ku. Mana kostyumim ham Kibeliniki, mana tuflilarim ham Kibeliniki. Bu charimmi bu? Zo'r lekin Kibelini kiyimlari. Oting nima edi? Paskoda. Paskodajon. Bu Kibeli kiyim-kechak emas. Kibeli bu chinnilar, servislar Turkiyadan keladi. Kibeli Chinnimi? Chinni? Ya men Chinni uni kiyim deb o'ylayman. Ya uzr dadajon. Men aytdim-ku, menga sizni biznesingiz muhim emas. Eng muhimi menga qizingiz. Endi mana 3 ta qizim bor. Qaysi birini sevib qolding? Menga farqi yo'q. Hammasini sevaman. Eng muhimi sizga kuyov bo'lsam bo'ldi. Maqsadim shu. Bo'lmasa, senga 3-qizimni ko'rsataman. Lekin u juda nozik. Avaylab asrab katta qilganmiz. Telbida katta bo'lgan. Qanaqadir bir nozikkina qiz. Shunga mehrini berasan. Bo'ldi, beraman. Chaqiring, sevib tashlayman hozir. Bo'ldi. Qizim kel bu yoqqa nozik. Assalomu alaykum. Voy Jamilami bu dadajon? Yo'q. Va dadajon, nima sizlar topgan pullaringga yeb ichganmisizlar? Namuncha biz emas. Kulma! Kulma! Nima qilib qo'yibmanmi kulasam sen? Kulma vaqti. Paskoda. Tushunmadim, sen paskoda. Mana qara qizim. Men uni olganding. Bu tuzroq bir chiroyli kiyim olgin. Xo'p bo'ladi dadajon. Ba'zi narsalar bor o'zing. Yo'q, qizingiz ochilib ketdi. Qizingiz ochilib ketdi. Ana endi go'zallashdi. Mencha chiroyli bu qizingiz dadajon. Paskoda bo'ladi. Mana qara qizim, xudo xolsa, kimdir senga turmush o'rtoq bo'lsa, o'sha kuyov bo'lagan kiyim-kechak. Ya men qizingizni tanidim. Endi qizingizni tanidim. Bu Angelina Jolimi, bu Shakirami bu? Buncha chiroylisi. Dadajon, sir bo'lmasa bu qizingiz necha mahal ovqatlanadi? Endi men qara paskoda, meni qizim bemahal ovqatlanadi. Menga mahal yozilmagan. 5 mahal ovqat yeyman. Desertiga sizni yeyman, jonim. Ya dadajon, menga bu qizingiz to'g'ri kelmaydi. Bo'lmaydi bu, men ketdim. Mana qara paskoda, qizim senga to'g'ri kelmadi. Bo'lsa do'st birodarlaring, oshnoqalaring aytasan. Men o'z niyat qilganman. Agar kimda kim shu qizimga uylansa, o'sha yigitga men kiberi do'konlarimni, shahardan 10 sotuv uchastka tayyor, ko'chada turgan Volkswagen mashinasini sovg'a qilaman deb men niyat qilganman. Agar kimda kim kuyov bo'lsa menga. Siz niyatingizga yetdingiz. Siz niyatingizga yetdingiz dadajonim. Niyatingiz shunchalik xolis bo'ladimi? Men mehribon otam. Bobur aka, men uydagilarni turmushga bermoqchi. Tushunyapsizmi? Tushunyapman. Lekin men sensiz bir minut ham yashay olmayman. Shuni sen ham tushunyapsanmi? Aniq yasholmaysiz, a? Yo'q. Hayotimni tasavvur qila olmayman. Sensiz qanday yashayman? 1 soatmi? 1 soat, minutda. Mayli sevgim tark etaver, orzularimizga sen yetaver. Sensiz qanday yashayman? Mana sen barim mutafil. Sen baxtli bo'l, meni hech o'ylama, meni deb yig'lama, undan meni eslama. Bobur aka? Kim bu qiz? Biz uchun qadrli bo'lgan Fedapteni imini biz o'tirgan joyda kim bu qiz? Axir siz menga sensiz yasholmayman degandingiz-ku. Ha, men sensiz yasholmayman. Prosta sen ketganingda ancha qiynaldim. Bu qiz menga hayotingizga nur bag'ishlayman dedi, to'g'rimi? Ha, nur bag'ishlayman. Lekin siz ham menga sensiz yasholmayman degandingiz-ku. Yo'q, siz ham yasholmayman o'zi. Siz bilan 2 minutgacha yasholmayman. Bu bilan 1 minutga farq bor-ku. Aniq men siz yasholmaysiz-a? Ha yo'q, sensiz umuman yasholmayman. Qiynalishni boshlayapman. Qiynalyapman o'sha, qarang. Bo'ldi, qiynalmang, ketaman. Ketaver, sen bemalol ketaver. Ha, sensiz yasholmayman. Bo'ldi. Tavba qildim. Xudoga shukr. Aslida men sizsiz yasholmayman. Yo'q. Ha. Hayotga nur bag'ishlayman.
Finalistni xohlaysanmi? Nima kelding yana? O'laymi men? O'laymi? O'lib turibmanmi sizni deb kelaman deb mana bu Fedapda aksiya ketyapti. Bitta lavash olsangiz bitta kola qo'shib beradi. Shuni olishga kelganman. O'lpas. To'yda qo'ymaydimi kola? To'yda qo'ymaydimi kola? Qo'yadimi? Qo'yadi. Men sizni hayotingizga nur bag'ishlayman. Siz bir nur bag'ishlamang ekan. Hammaga aytasiz nur bag'ishlaysiz menimcha. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ukamjonim. Keling. Tishim og'riyapti, tish og'riq dori bering aka. Hozirda ana u bo'ladimi? Rahmat. To'xta. Aka, Bu dori-yu, bu dorilar dori emasmi? Bular prostatakka turibdimi? Ha? Buni kim ichadi? Bitta dori bilan qutulib ketaman deyapsan sen? Buni Hindistonlik olim Prataraqsin prostatakka chiqarganmi? aka tishim og'riyapti-ku, faqat shu dori kerak menga. A bu nima? Kimga kerak bo'ladi? Bular dorilar bilasanmi? Butun dunyoni davolagan dorilar. Afrikada 4 ta fil o'ldi. Mana shu dorimiz yetib bora olmadi. Ma'uslar nima ular uchun? Aka, shu hali davosi bormi yo'qmi, buni ham bilmayman aka. Nima? Davolaydimi yo'qmi yo'qki? Yo'qki. O'rningdan san. San qayerga og'riyotganda? Ay, bo'ynimda tuzum bor edi. Ha, men dori bergandan keyin nima bo'ldi? Tuzlar yuzaga chiqdi. O'ng tomonidan osh tuzi chiqdi, chap tomonidan salat uchun tuz chiqdi. Tuzlama qilib yeb yotibmiz buning tuzidan. San tur o'rningdan. San qayerga og'ridi? Bu yuragimda toshim bor edi. Ha? Dori marketdan dori ichib keyin nima bo'ldi? Mana toshlar tushdi. Ko'rdingmi nima bo'lgan? Ishonasanmi? Toshlarni sumalakka ham solyapmiz. Stroykaga ham yetkazib beryapmiz. Qancha tonna berding? 1 tonna. 1 tonna, 1 kamas shag'al berdi. Ishon? 1-2. Aka, menda ham qurt bor edi-da. Qayeringda? Ha, bo'ldi, tushundim. Qara, meni dorichani ichasan, ertaga qurting tushadi, zanjirga bog'lab meni oldimga olib kelasan. Rahmat aka. Bizni dori marketda Lyuboy dorini topa olasan, ukam. Andijondagi nomer 1 dorixona bizda. Bizni dori market dorixonamiz Andijon viloyatining 22 ta joyda ochilgan. Bittasi Yangi bozorda joylashgan, bittasi esa Furqat больницasidan 200 metr tepada joylashgan. Hey, ko'pchilik aytayapti, dorixonalaringni kengaytiringlar, ko'proq joylarga ochinglar deb. Ochamiz. Hindistondan zakaz tishda ochinglar deb. Vaqti yo'q prosta. Bizi dori marketimizda 15 mingdan ortiq dorilar bor. Xohlagan doringizni topishingiz mumkin. Zo'ra. Sen meni oldimda nima qilyapsan? Yuzingni yorug' qilyapman. Hozir bitta urib yuzingni yorug'ini chiqarib qo'yaman. To'liq bo'lib ko'zimdan. Uzr, meni sal jahlim yomon. Kelarasizlar. Muomalachani qilaman men.